Liskov substitution principle. Liskov almashtirish tamoyili qisqa va lo'nda. LSP tamoyili solid tamoyillarning uchinchisi hisoblanadi va unga ko'ra har qanday avlod klass o'zini ajdodini o'rnini to'liq bosa olishi kerak va dasturni ishlash vaqtida unda hech qanaqa muammo chiqmasligi kerak. Ya'ni ajdoddagi metodlarni avlodda chaqirilganda u hammasini to'g'ri ishlata olishi kerak. Ba'zi holatda mana shu tamoyilni faqat inheritance ni o'ziga tayanib ishlatmoqchi bo'lsak, to'g'ri ishlamasligi mumkin. Shuning uchun bunda bizga interfeyslar yordamga keladi. Hozir buni tushunish uchun hayotiy misol keltiraman. Faraz qilaylik, bizda bird, ya'ni qush degan base abstract klassimiz bor. Unda qushlarga tegishli bo'lgan xossalarni va metodlarni e'lon qilamiz. Misol uchun name, undan keyin color, keyin masalan his feathers, ya'ni ismi, rangi, patlari bormi degan har qanday qushga tegishli bo'lgan xossalar bo'ladi. Va ish harakatini bildirish uchun metodlarni yozsak, misol uchun walk, ya'ni yurish, undan keyin eat, ovqatlanish, yana nima, make sound degan metodi bo'lishi mumkin. Bu metodlar har qanday qushga tegishli bo'lgan metodlar. Lekin misol uchun fly, undan keyin swim degan metodlar endi har qanday qushga tegishli emas. Biz bilamizki, ba'zi qushlar, masalan, pingvin yura oladi, suza oladi ham, boshqa qushlardan farqlanarsa, lekin ucha olmaydi. Endi tuya qushni oladigan bo'lsak, tuya qush yura oladi, yugura oladi hatto, ammo ucha olmaydi ham, suza olmaydi ham. Lekin o'rdakni oladigan bo'lsak, o'rdak hamma ishni bajara oladi. Boshqalarga o'xshab zo'r qilmasa ham hammasidan ozgina-ozginadan har sohadan bir singilgandek o'rdak hammasini qila oladi. Endi agar biz bu holatda o'sha base bird klassimizga swim va fly metodlarini qo'shib qo'ysak, boya aytgandek LSP tamoyilini buzgan bo'lamiz. Chunki tegishli qushlar klasslarini inherit qilganda bu metodlarni bajara olmaydi. Endi bu muammoni hal qilish uchun bizga interfeyslar yordam beradi va LSP tamoyili mana shu tomonlama bizga inheritance-ni interfeyslar yordamida to'g'ri yo'lga qo'yishga yordam beradi. Ya'ni biz alohida yana ikkita interfeys e'lon qilamiz yoki uchta. Misol uchun iFlyable interfeysi bu ucha oladigan qushlarga implementatsiya qilish kerak bo'ladi. Undan keyin iSwimable interfeysini esa suza oladigan qushlar implementatsiya qiladi. Masalan, undan tashqari iRunnable degan, ya'ni yugura oladigan degan interfeys ham bo'lishi mumkin. Tuya qushga tegishli bo'lgan yoki boshqa yana yuguradigan qushlar uni ham implementatsiya qilishi mumkin. Demak, har qanday qush albatta o'sha bird klassini avlodi hisoblanadi, undan inherit qiladi. Lekin o'zini imkoniyatlariga qarab, ba'zilari iFlyable, ba'zilari iSwimable, ba'zilari iRunnable interfeyslarini o'zida implementatsiya qilishi ham mumkin. Shunda inheritance ni ham, LSP ni ham to'g'ri yo'lga qo'ygan bo'lamiz.